Qur'oni Karim haqida gapirishdan oldin shuni aytmoqchimanki, bu tana ko'plab vitaminlarga ehtiyoj sezadi. Agar siz sutdan boshqa narsani yeb ichmasangiz, tanangiz sutdan boshqa vitaminlarga ham ehtiyoj sezadi. Shu kabi faqat xurmo yesangiz, tanangiz xurmodan boshqa vitaminlarga ham ehtiyoj sezadi. Demak, tananing turli oziqaviy vitaminlarga ehtiyoji bor. Xuddi shu kabi ruh ham har xil iymoniy vitaminlarga ehtiyoj sezadi. Masalan, men tasbihni ushlab 1000 marta la ilaha illalloh deb tasbih o'girsam, bu zikrni bosh ustiga qabul qilamiz. Lekin ruh boshqa oziqaga ham ehtiyoj sezadi. Subhanalloh, subhanalloh, bu ham bir ozuqa. Ruhning yana boshqa ozuqaga ham ehtiyoji bor. Shu kabi ruh jumladan Qur'oni Karimdan bo'lgan katta ozuqaga ehtiyoj sezadi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam ushbu hadis sharifni Alloh azza va jalladan hikoya qilib aytganlar. Alloh taolo hadisi qudsiyda aytadi: Kimni Qur'on meni zikr qilishdan va menga duo qilishdan mashg'ul qilib qo'ysa, zikr bu la ilaha illalloh kabi kalimalardir. Duo esa ey Robbim deb so'rashdir. Kimni Qur'on meni zikr qilishdan va menga duo qilishdan mashg'ul qilib qo'ysa, unga so'rovchilarga berilgan narsadan ham afzalini beraman. Agar bir inson o'tirib tinmay muhim duolarni qilsa, siz esa o'tirib Qur'on o'qisangiz, Alloh sizga duo qilayotgan insonga berganidan ham afzalini beradi. Ruhning Qur'oni Karimdan ozuqa olishi zaruriy ishdir. Bunga doim amal qilib borishimiz juda ham muhimdir. Buni doimiy bajarishimiz shartdir.